Ha, uyda ekanmi? Ha, uyda ekan. Kelyaptimi? Ha, o'zi keladi. Odam yoshi o'tgan sari yilda hech bo'lmaganda 2 marta davolanib, havo almashtirib turish kerak ekan. O'shaning uchun ham sanatoriyalar ko'payib ketgan. Hey, dadam rahmatli eslaysizlarmi? Dam olishi joyiga qo'yardilar-da. Xudo rahmat qilgur. Bir yilda bir marta Sochiga bormasalar hisobmas edi, to'g'rimi? U yoqdan jo'natgan kalbasalari, qoraqum shikalatlarichi? Kiyinishni ham bilardilar. Haqiqiy ziyoli edilar. Sovg'a tanlashga borganda dadamni didlariga ishonardik. Qilgan seplarini eslaysizmi? Voy, Bozorni eng qimmat importni narsalarini qilganlar. Qaysi qishloqqa bormaylik shov-shuv bo'lib ketganmi? ha, eslayman. Kim edik? Mamatqulov edik. Otam rahmatli qishlog'i eng zo'r shifokori bo'lgan. Oldiga qo'shni respublikalardan ham odamlar shifo istab kelardi. Hozir qishloqda bitta ham jarroh yo'q. Qishloqni qo'ya tur. O'zimizdan chiqdimi? Voy, O'lmaschi? Ozgina bo'lsa ham otamga tortgan-ku. Qishloqda kimni kuchagi kasal bo'ladi, kimni qo'yi kasal bo'ladi, darrov borib tuzatib keladi. qonda borda. Otam oliy ma'lumotli jarroh bo'lgan. Buningchi kallejdan yog' o'tmagan. Men ham zo'r doktor bo'larmidim. Balki hali ham kechmasdir. Otam rahmatli Xizrni ko'rgan odam, O'lmasjon. Mana shuning uchun ham uyimizda baraka bor edi. Go'sht, un, yog' keti arimas edi. O'tdilar-u shu barakani ham o'zi bilan olib ketdi. O'lmas. Na bu Orif o'rmonda ish bor, chaqirdim deyatdi. Qachon ketyapsan? Keyingi hafta samolyotga chipta oldim. Jiyan, o'qishga kiraman deb qancha vaqtingni yutqizding-a? Shu paytgacha Anvar bilan ketganingda, hozir dang'illama mana bu uylar solarding. Hech bo'lmasa, tagingda yaxshi inomarka mashinalar haydab yurarding. To'g'risida? Endi xolajon, men ham bobomga o'xshayman deb peshanamas ekanda. Gel Bekzojon. Gel. Alaykum assalom. Kel. Keling. Kitobni qayerdan oldingiz? Bilmayman. Albatta qayerdandir oldim dedi. Nima dedi shu? بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
doimiy og'ir mehnat, oxiri yo'q ro'zg'or tashvishi, muhojirlik azobini ko'raverib, balkim hech qachon kelmaydigan o'zgarishga umid qilib yashab kelganimiz. Olis qishloqdan chiqib, yuksak darajaga chiqqan bobom hayoti afsonaga aylangani mening fojiam. Shu xatolarimni o'ylab, o'zimizga nazar solaman va shunday xulosaga kelaman. Biz yetuk inson, kuchli bilimga ega, hammaga ma'lum va mashhur ziyolilarni tarbiyalashdan ko'ra, ularni tasodifan tug'ilishini kutadigan odammiz. Endi hammasi ravshan. Faqat tanlash qoldi. To'xta. Endi o'qi. Izlan. O'zingni top. O'shanda men bir vaqtning o'zida 2 bora xudoy qilgan ekanman. Birisi bobomning sharafiga bo'lsa, yana biri o'zimdagi illatlardan qutulish sharafiga edi. Shunaqa. Rahmat.